Videomiz uzilib qoldi. Endi davomini keyin qo'yamiz. Bunga hozir muzlatgich telefonga qo'ymasak bo'lmaydi shekilli. Havo juda isib ketdi. O'shaning hisobiga nima deydi? Motor. Telefonni motori qizib ketdi. Keyin babina degan joyiga e'tibor bersalaring, bir tomonga bu yaqinroq, bir tomoni uzoqroq. O'sha yaqin uzoqligi ham farqi bo'ladi bunda. Men ruschasini ko'rib qoldim, endi to'g'rirog'i oldin bilmasdim. Hozir men ham o'zimcha endi rana и pozdna degan joyi bo'ladi buni. Bu taraf pozdnaga kiradi, bu taraf ranaga kiradi. Yonishi bo'ladi. Xo'p, babina kelib aylanadi. Katushka kelib aylangan paytida bu yonib o'tkazib narsaga kiradi-ku. O'shaning hisobiga bu mana shu holatda qo'yilishi kerak xullas. Sababi mana bu to'g'ri bu to'g'ri yaqin bo'lganda tok beriladi, po'shin uchi pastga tushayotgan holati bo'ladi. O'sha paytda tepada alohida churaveradi. Agar bu holatda qo'yayotgan bo'lsak, tepaga po'shin chiqqan holatida yondirib yonaverganda po'shin orqaga bir qaytaman deb to'xtaladi. O'shaning hisobiga bir xil paytda motorda tortkichlarimiz ham o'zini o'zi tortib oladigan bo'lib qoladi. O'shaning hisobiga deb o'yladim. Endi shu paytgacha unaqa deb o'ylamagandim. Va alaykum assalom. Shuning uchun switchning provodasi bu tarafdan chiqib ketishi kerak. Masofasini, yaqinligini men endi shunchaki qo'yaman har doim, chunki ko'z o'rganib qo'ygan. O'shaning uchun bemalol o'zim shu paytgacha bu narsa bo'yicha o'ylanmaganman. Lekin buni zazorini qanday qo'yadi deganlar bor. O'shalar uchun ham o'zidan chiqqan prokladkani olib turib, mana shu prokladka bo'lsa, ingichkaligi. Shuni arasiga tiqib qo'yib ham xotirsalang bo'laveradi. Ben ko'ylak olib kelganman Ahmadjonga. Kichkinasiga so'ragan, eng kichkina razmer. Eng kichkina razmeriga ham eng kichkinasiga kattada u. Undan katta razmer dog'ni o'tkazsa qoldi. Shu yetmaydi. Kecha kechqurundan tashib ketibsan-ku. U kichkina dedi-ku, shuni aytsa qo'lim buni olib kim dedi. Bizda aytmoqchi gulishtil yo'q hali. Hozir uraylik.